من صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم o'qilgan muborak kalimalar janob payg'ambar alayhissalatu vassalomga, shahriyo sahobiy ikromlarga, jamiyat bergan mo'min mo'mina, musulmon muslimalarga, va shu jamoatimizdagi qo'l ochib turgan har bir jamoatimizni o'tib ketgan otalarini, onalarini, aqrabolarini Alloh taolo joylari jannat, oxiratlar obod bo'lsin. Qarangi kunlar yorib hisoblar oson bo'lsin. Jamoatimizni Alloh subhanahu va taolo yuzlarini yorib, ibodatlarini maqbul qabul aylasin. Alloh taolo kelasi yilgacha ham Alloh subhanahu va taolo Ramazon mana shu Qurban hayitlarini birga o'qishimiz Alloh nasib. Alloh taolo osmondan, yerdan keladigan baloyi ofatlardan saqlasin. Hamisha amniyat va ofiyatda qilsin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar bi rahmatika ya rahman. Allohu akbar. Mikrofon bering. Hammalarimizni qilayotgan ibodatlarni qilgan ibodatlarni Alloh taolodan yo'lida qabul qilsin. Amin. Alloh taolo yo'llarimizni adashtirib qo'ymasin. Amin. Alloh o'zi qalblarimizni olsin. Amin. Hidoyatda qilsin. Hech vaqt namoz o'quvchilardan qanday qilmasin, Allohga shunga sharoitlar, shart-sharoitlar bersin. Tansihatli soatda jami bersin. Amin. Hammamiz umrimizga, rizqimizga Alloh taolo barakot bersin. Amin. Tansihatli xotirjamlik bersin. Har bir mushkullarimizni Alloh o'zi Amin. qilsin. Kimki safarlarda bo'lsa, yo'llarda, cho'llarda bo'lsa, Alloh safarlarni bexatar qilsin. Amin. Ota-onam, bola chaqam deb musofirlikka kelganlarda Alloh ishlarini o'g'ildan keltirib topgan tutganiga Alloh o'zi barakot bersin. Amin. Sog' salomat, pulli, molli bo'lib, hammalari ota-onasining yurtiga eliga sog' salomat borishini nasib etsin. Parvardigor yanagi shukrlarga, yana shu betabar oylarga, hammamiz masjidda o'tirganlarda farzandlarimiz, bola chaqalarimiz bilan qatorimizdan xato qilmasdan yetishishni nasib etsin. Allohu akbar. Allohu akbar. Domlaga bering. Allah subhanahu wa ta'ala o'qigan namozlarimizni Alloh taolo o'zingizlarga huzur bersin. Amin. Xizmat qilgan aka-ukalarimizni ham Alloh umrlariga, Amin. ishlariga, ishlariga Alloh o'zing baraka bersin. Amin. Diyorimizda, ahli jamoatimizda Parvardigora nima niyat qilgan bo'lsa, Alloh taolo niyatlarini maqbul aylasin. Amin. اللهم إن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين Allohu akbar. Amin. Mana shu mana to'ylarga mana shu ehsonlarimizda qatnashgan boy akalar o'zlari ham boy bo'lib ketaversin. Amin. Sahiy boylarimiz undan ham ko'payaversin. Pul bera olmagan kambag'al do'stlarimiz boy bo'lib ketsin yana. Alloh